har kuni shunaqa qiladi. Har kuni kutib turadi odamni asabiga tegib. Aytmayman, men bu yerda odam kutib o'tiribdi. Endi meni mas'uliyatim yo'q-da. Yo'q, xo'jayin. Xo'jayin. Qani? Kutib qolmadilaringmi? Yo'q. Ya xo'jayin sizni bir umr kutishga rozimiz, xo'jayin. To'ppa-to'g'ri. Bo'lmasa yana necha qulab chiqay? Yo'laringiz. Asl kash xo'jayin. Ya hazilma, serios aytyapman. Yo, bo'ldi, mana shu yerda Mayli, kutib turamiz. Bemalol xo'jayin, bemalol. Hazillashma. Xo'jayin, yomon hazilga sizni qani keling. Ol. Chiqing xo'jayin. O'tiring. Xo'jayin, bemalol yaxshi ketyapsizmi? Yo, oyog'ingizcha siqilib qoldi. Yana ozgina tosh iloji bormi? Yo'q, xo'jayin oxirida turibdi lekin, eng oxirida. Yo'q. Nima? Korxona sakrashiniga tushdi-da, ishchilar sal qisqartirish kerak. To'xtat. Mashinani to'xtat. Xo'jayin, yaxshi ketyapsizmi endi? Ha, yaxshi. Ana sakrashiniya bizga emas ekan, yonimizdagi korxonaga ekan. Xo'jayin, 1 minutga mumkinmi? 1 minutda qoyil qoldira olasanmi? Ha. Xo'jayin, bular Monno bolalar terini parvarishlovchi mahsulotlar. Germaniya xomashiyosidan ishlab chiqariladi, xo'jayin. Gipoallergen. Bola tug'ilgandan ishlatsa bo'ladi, xo'jayin. Bu ani taglik kremidan